Bu birinchidan isrofgarchilik, ikkinchidan ortiqcha mablag', uchinchidan semirsam kiyaman, ozsam kiyaman degan xayoldagi bir o'zini aldashlar bu noto'g'ri narsalar. Shu sababli baribir ayollarimiz vaqti bilan garderoblarini tahlil qilib turishlari kerak. Har bir insonni garderobi tahlilga muhtoj. Ya'ni nimanidir biz chiqarsak, bugun to'g'ri kelmayotgan kiyimimizni garderobimizdan chiqarsak, o'rniga yangisi keladi. Dunyo aylanish qonuniyati bor dunyoda. Kechasi, kunduzi, issiq, sovuq havo yoki fasllar almashishi, umuman hamma narsada ham xuddi shunga o'xshagan garderobimizda ham havo kirib turishi kerak deymizda. Garderobimizga ham qanchalik kiyimlarimizni tahlil qilib, kerak emas liboslarimizni berib yuborsak yoki bo'lmasam o'sha garderobdan chiqarib yuborsak, o'rniga yangi xarid qilish imkoniyatimiz paydo bo'ladi. Aytaylik, biror bir ko'ylagingiz 1 yil davomida kiyilmay turibdi garderobda. 1 yil davomida kiyilmagan ko'ylak u sizniki emas. Uni egasiga berib yuborish kerak. Bu birinchidan isrofgarchilik, ikkinchidan ortiqcha mablag', uchinchidan semirsam kiyaman, ozsam kiyaman degan xayoldagi bir o'zini aldashlar bu noto'g'ri narsalar. Shu sababli baribir ayollarimiz o'zlarining garderoblarini tahlil qilayotganda ahamiyat berish kerak bo'lgan jihatlari bor. Bularni sanab o'taman. Eng asosiysi, hozir aytganimdek, bugun sizga garderobdagi o'sha ko'ylagingiz yoki o'sha libosingiz to'g'ri kelmayaptimi, uni garderobdan chiqarib tashlang. Sifati buzildimi, uni garderobdan chiqarib tashlang. Chunki sifatni buzilgan narsani kiyish, masalan aytaylik, mana qish faslidagi yumshoq kiyimlarimiz katushka bo'lib qolishi mumkin yoki rangi ketib qolishi mumkin yoki dog' tegib qolgan bo'lishi mumkin. Bu narsa eng birinchi o'rinda sizni statusingizga, sizni bugungi kundagi obro'yingizga ozgina bo'lsa ham futur yetkazadi. Xohlaymizmi, xohlamaymizmi? U narsaga biz o'zimiz ahamiyat bermaymiz. Biz hayotiy, dunyoviy tashvishlar bilan ovora bo'lib, atrofdagilarning oldida boshqa xayollar bilan yurishimiz mumkin, lekin tashqaridan qaragan odam u narsaga tez ahamiyat beradi va bizni o'zimizga bo'lgan hurmatimiz ozgina pasayganligini ko'rsatib qo'yadi. Shu sababli ayollarimiz garderoblarini, ya'ni o'sha javonlardagi kiyimlarini vaqti bilan har bir mavsumda bugun to'g'ri kelmaydigan, stiliga to'g'ri kelmaydigan, rangiga to'g'ri kelmaydigan va sifati buzilgan kiyimlarini chiqarib tashlasalar, o'rniga o'sha bitta shopping varoq tuzib, unga o'sha kiyilmay turgan libosga nimalar qo'shimcha xarid qilsa bo'ladi. O'sha kostyumingizga nima olish mumkin? O'sha jaketingizga nima xarid qilish mumkin qo'shimcha? Turibdi, uni kiy olmayapsiz. O'sha shimingizga nimani olsangiz, o'sha ishlaydi garderobda. Garderob bizga xizmat qilishi kerak. Ayollarimizda esa ko'pincha aksincha bo'lib qoladi. Garderobga xizmat qilib qo'yishadi. Ya'ni ko'p xaridlar amalga oshirib qo'yishadi. Mana shu narsalarga ahamiyat berishlari kerak bo'ladi.